Endi azizlar, hojida ko'p narsani odam o'ziga ta'lim olar ekan. Hojilarimiz bilan Arofatda turar ekanmiz, yelkamizda ihrom tashlagan holda biz ko'p va'dalarni berdik. Men shaxsan o'zim o'sha Arofat xutbasida iltimos qilib hojilarimizga, keling hojilik nomiga, hojilik maqomiga yarasha bundan keyin hayot kechiraylik. Hozir odamlarni qalbiga ozor beradigan bir narsa borki, hojilarni latifa qilish, hojilarni qilgan amali bilan butun hojilar shunaqa deb bitta odamni qilgan xatosi bilan hamma hojiga nisbat berishlik holatlari yomon. Ko'payib ketgan hozir kimga qarasangiz, bu hoji aka deb sal kinoya qilib gapiradi. Shu hoji ham ko'p alhamdulillah yurtimizda. Avvallari hech qancha odam hajga bormagan bo'lsa, hozir mana keyingi paytda hisoblaganimizga qarayib 100 mingga yaqin odam hajga borib qo'ydi prezidentimiz davrlarida. Har yili 15 mingdan borsa ham 4 yilda 60 ming odam borib qo'yadi. Millionta odam qarayib umraga bordi. Juda ham ko'p. Endi kimlardir xato qilishi mumkin, kimlardir noto'g'ri harakat qilishi mumkin. Bu degani hamma hoji shunday degani emas. Qolaversa, hojilarimizga iltimos qildikki, endi borgandan keyin yurish turishimizda, gap so'zimizda, amalimizda namuna bo'laylik. Boshqalarga o'rnak bo'laylik. Mahalla ko'yda, mahallada oilalarni birlashtirishlikda, oilalarni ahillashtirishlikda, ajrimlarni oldini olishlikda, yoshlarni tarbiyasida, ilm ma'rifatli bo'lishlikda, vatanparvarlikda, hammasida, dinparvarlikda, ibodat va taqvoda namuna bo'laylik deb Allohdan so'radik azizlar. Inshaalloh mana shunday maqomlarni hojilarimizga nasib qilsin. Yana u yerda turib men hozir buni takror aytyapmanki, chunki bu suhbatlarimiz tarmoqqa qo'yiladi. Biz kelishdikki, kelgandan keyin har xil bid'at va xurofatlarni qilib, hoji to'ylari yo'q, hoji keldi dabdabalarni qilmaslikka. Va ziyoratga boruvchilar ham mana shuni hisobga olish kerak. Hoji keldi, hoji to'yi, hoji o'tirish, mana bu narsalar hammasi yangi yaratilayotgan bid'atlar. Bu ko'pchilikni qiyin ahvolga soladi. Shunga ketgan xarajatni yetim yesirga ishlatish, beva bechoraga ishlatish qanday ham yaxshi. Ana o'sha narsani Arofatda turib biz kelishdik. Umid qilamizki, hojilarimiz bunga amal qiladilar. Mana shu narsani to'xtatishga qaror qildik azizlar. Chunki bu narsa keyingi yilga hojiga bormoqchi bo'lgan odamlarga ham to'sqinlik qilyapti. Bir xilgilar aytayaptiki, hojiga boraman u kelgandan keyin ham bitta hojini xarajati ketar ekanda, pulimiz yetmayroq turibdi deydi. Bitta odam farzdan to'xtayapti. Shariatda bu narsa yo'q. Hajdan kelgandan keyin mana shunaqa ihson qil, xarajat qil, sovg'a salom ber degan narsa yo'q. Hajda turib men iltimos qildim hojilarga. Men o'zim namuna qilib sizlarga ko'rsatib beraman dedim. Birorta odamga sovg'a olib bormanglar. Lekin bir narsani aytdikki, siz hojida turib qaysidir qarindoshingizga, qudengizga nimadir sovg'a oladigan bo'lsangiz, men zo'r sovg'ani sizlarga taklif beraman deb aytdim hojilarimizga. O'zim ham shuni qildim azizlar. Arofatda o'tirib yoki Ka'bani oldida o'tirib, "Ya Rabbiy, mana bir qadrdonim bor, xudam bor, akam bor, ukam bor, jigarim bor, do'stim bor. Allohim, o'sha insonlarni Ka'bani oldiga kelib duo qilishlikni nasib qildirgin. Ularning qalbidagi eng yaxshi niyatlarni ro'yobga chiqargin" deb g'oyibdan duo qiling. Ana o'sha sizning do'stingizga bergan eng katta sovg'angiz bo'lsin. Bu sizni olib keladigan narsangizga muhtoj emas. Hamma ketayotganda e'tibor bersangiz, hojiga ketayotgan odamni oldiga kuzatgani kelganda menga bir narsa olib keling demaydi. Hammani og'zidan chiqadigan gapi bor. Payg'ambarimiz alayhissalomga salom ayting va bizni haqqimizga duo qiling deydi. Arofatda turib bizni chaqirib qo'ying deydi. Bu degani o'sha duo umidida-da. Ana o'sha duolarni qilishlik kerak.
Juda ko'pchilik hojilarimiz bu gapimizdan ta'sirlanib Ka'ba oldida, Arofatda, Mino, Muzdalifalarda oilalari haqqiga, qavmi qarindoshlari haqqiga, do'stlarini haqqiga duo qilganlarini ko'rdik. Jumladan o'zimiz ham. Ilohim mana shu duolarimiz o'tgan bo'lsin.